mijozlarga boricha olib ketaveraman. Nimaga? Tabiiy. Men yolg'onchi bo'lib qolmasim kerak. Misol kelishib oldi, u bo'ldi, bu bo'ldi degan gaplar ham bo'ladi kommentariyada. Shuning uchun boshida qiziqroq chiqish uchun gaplashib olaman-da mijoz bilan. Videolar ko'rgan bo'lsangiz, endi misol minib yurgan odamlardan oddiy olyapmiz-da biz. Siz hozir minganingiz yo'q, lekin YouTube video qilyapmiz. Nimaga? Tadbirkorlarga foydali bo'lsin degan maqsadda qilmoqchiman bu videoni. Uyda o'tiradi, misol yoki kommentariya kiradida yozadi. Uncha pul topib bermaydi, bu O'zbekistonda buncha topib bo'lmaydi deb yozadi. Men hayron qolaman shularga. O'tirgan odamga nima beradi hech kim? Hech kim hech narsa bermaydi-ku. Misol turib harakat qilgan odam misol 1-2 so'm topadi, ishlaydi, daromadini qiladi. Niyati to'g'ri qilib, misol yaxshi joyga ishlasa, misol yaxshiroq daromad qiladi. Endi hammani qobiliyatdan kelib chiqib turib oylik beradi. Siz misol 10 ta g'isht terib bersa, borib turib 2 ta g'isht terib bersangiz, 10 ta g'isht pulini hech kim bermaydi-ku. Oddiyroq tushuntiradigan bo'lsam. Shunaqa narsa aka. Shuning uchun boshdan boricha fikringizni aytaverasiz. Shu masala bo'ladi aka. Qanaqa fikr masala? Tadbirkorligingiz bo'yicha ozgina gaplashamiz. Mashina to'g'risida fikringizni boricha aytib bersangiz bo'ldi. Mashina nimasi yoqdi? Ixcham mashinada. Aha. Mana bunga o'xshab qo'pol emas. Kichkina ko'chaga kirib chiqadigan kichkina hovlilardan bir bo'lsa bo'ladi. Ixchamligi yaxshi. Istaymiz, odam ko'p ketadi. Bolalar ko'p ketadi. Shunisi yoqdi sizga. Bundan oldingi mashina bilan solishtirsa endi Damas'ga nechtagacha yuklagansiz? Aytmayman uni. Aka men aytaman, Jakem ichiga 29 ta bola yuklagan. Endi Damas'ga chiqadi u. Periguz o'sha 29 ta. Yo'q, 29 ta yuklagan. Ko'p yuklamaylik deb buni olyapmiz. Ham yengil mashina bir xil bo'lsa kerak asfaltda. Gazini ham, boshqasi ham. Shunday sarfi ham. Qarang Alisher aka, men video boshida bitta salomlashamanda, mashina to'g'risida ma'lumot boricha aytaman, yashirmayman. Javob sizga qanchalik tushuntirdim, mana sizga ham tushuntiraman. Plus obunachilarga foydali bo'lib ketadi. Nimadir shu joydan ketamiz. Bo'lmasa boshladik aka. Ketdik bo'lmasa videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum hurmatli Tashkent Motors obunachilar, xudo xolasa bugungi tadbirkorimiz Alisher aka bo'lishadilar. O'zlarining bog'chalari bor, ya'ni xususiy bog'cha bilan shug'ullanishadi. Akalar, bu videongiz manfaatli bo'ladi. Xudo xolasa videoga like bosib, kommentariya o'z fikringizni qoldiringlar. Jizzaxdan, Zafaroboddan kelishganlar, xudo xolasa Alisher akamiz bizga 2 yildan Jakem ichga bo'yicha shartnoma olib ketishgan va bugun to'lovlar qilib, mana 100% holatda to'lov qilib olib chiqib ketishga xudo xolasa, mashina xayrli, barakali bo'lsin. Bundan oldin o'zlarida Damas'lar bor ekan. Akalar, bu tadbirkorlik bo'yicha birinchi savol javob qilamiz. Endi savol javob qilmaymiz akalarni. Chunki o'zlarining bizneslari bor. Xo'p, Alisher aka, bog'cha bo'yicha qanday fikrlar? Yaxshimi? Misol xususiy bog'cha qilish? Yaxshi mashina. Yo'q, mashina bo'yicha emas, bog'cha bo'yicha gaplashsak. Bog'cha. Yaxshi. Xudo xolasa, misol ishlagan odam bemalol ishlab ketsa bo'laveradi. To'g'ri, shunday. Misol tadbirkorlik imkoniyatlari yaxshimi hozirgi kunda? Zo'r. Endi solig'ini to'lasa, samarasi yaxshi. Qancha bo'lishi mumkin? Shunday. Baraka topyapsizmi, xudo xolasa? Xudo xolasa. Xudo xolasa, xayrli, barakali bo'lsin. Farzandlar bilan kelib mana bugun Jakem ishni olib chiqib ketyapsiz ekan, Alisher aka, muborak bo'lsin. Mashina sizlarga yoqdimi? Qanday mashina? Zo'rmi? Minib ko'rdingiz, hali yurganingiz yo'q. Uygacha minib ko'rasiz, borib, dadangizga bitta odzifini aytasiz, xudo xolasa. Yoqdimi sizlarga? Yoqdimi deyapman. Qanday mashina? Yaxshimi? Xudo xolasa, xayrli, barakali qilsin. Alisher aka, mashina bo'yicha men sizga bo'lmasa ma'lumot aytaman. Mashinamiz aka, aytib o'tganingizdek, Damas bilan pashti bir xil degan bo'ladi. Damasni bir xilga Schumacher shopirlarimiz bor-ku, kirgan joyiga kirib ketaveradi. M3imizdan xuddi shunaqangi, juda ham chaqqon mashina. Motori 1.8 sepli motor hisoblanadi, 134 kuchi bor. Rasxodi 8 litr zavod tomonidan berilgan rasxod, lekin sizni yurishingizga qarab turib, rasxodingiz 10 tagacha, 11 tagacha, 12 tagacha qiladi. Bu narsa nimaga? Boshda apkatka degan narsa bor, har bitta texnikaning apkatkasi bor. Siz 3000-5000 kilometrgacha musulmon mashina azob bermasdan turib 100 km, 120 kilometrgacha yurasiz. Taxoni misol taxometrni 3 gacha ko'tarasiz, davlinani. Undan yog'iga ko'taradigan bo'lsangiz rasxodingiz oshib boradi. O'zi tabloda ko'rsatib turadi rasxodingizni. Shunaqa qilib yuradigan bo'lsangiz aka 7 tagacha tushadi buni rasxodi. Ikkinchi tomonda benzin sifatiga ham bog'liq. Benzinni qanchalik sifatli qo'yadigan bo'lsangiz, mashinaning rasxodi shuncha kamroq bo'ladi aka. Bu o'zi uchun foydali bo'ladi. Endi ba'zi bir negativlar bor, kommentariya yozadi. Xitoy mashinasi musor deb yozadi. Asli u odamlar bilmagan odamlarda. Mingga odamlarni men o'zim borib suhbatlashyapman, gaplashyapman aka, 95% mashinadan rozi. 5% bor aka norozi. Nimaga? U odam mashina umid bilan olgan, foydalana olmagan. Nimaga? Qobiliyat yetmagan, imkoniyat yetmagan bo'lishi mumkin, har xil holat bo'lishi mumkin. Ana shu tomondan foydalana olmagan, xudo xolasa sizni ishingiz bor, biznesingiz bor, bemalol foydalanasiz. Sizga o'xshagan tadbirkorlarga ko'p tavsiya qilamiz bu mashinani.
Nimaga? Men bu mashinani trassaga minib ko'rmagunimcha menga to'g'ri yoqqan. Nimaga? Unday komfortli ko'proq, qulayroq, shinamroq bo'lgani uchun. Pulga yarashadi. Pulga yarasha. Lekin bu mashinani aka tog'da, pervalda minib ko'rdim. Tortishiga vashi gap so'z yo'q. Tez razgom oladi, tez qo'zg'aladi, sepli motorli bo'lgani uchun ham chaqqon mashina ekan. Uni otkuch ko'p, lekin bunaqa chaqqon emas aka. Misol ikkovini minib ko'rgan holatda meni fikrim shunday. Shuning uchun xalqimizdan bilgani uchun bilmayman, ko'p Jakimich sotib olishyapti. Tem bo'la hozir rassrochkalar ochilgan. 129 ming to'lov qilsa, qolgan pulni 12 oyga rassrochka qilib berilgan yoki 150 million 822 ming to'lov qilsa ham 12 oyga rassrochka bor. Yoki 86 million to'lov qilingan bo'lsa 6 oyga rassrochka bor. Imkoniyat bo'ldi. Hozirgi kunda rassrochka ochilgan xalqimizga xudo xolasa. Ko'p gapirib qo'ymayapmanmi? Yo'q, normal. Yaxshimi? Xudo xolasa aka, xayrli, barakali bo'lsin. Mana Javohir ham xudo xolasa chiqdi. Mana siz bonuslarni tantanali ravishda topshirishyapti. Yaxshi kunlarga rahmat. Xo'p. Poliklarimiz aka, sarpetka chexollarimiz, pad nomerlarimiz ham, pad nomerni olib chiqmaysizmi? Pad nomerni ham beramiz aka, xudo xolasa. Jizzaxga borganda yana minib yurganingizdan keyin vazifani olsak, xursand bo'lamiz. Ya'ni ish jarayoningizdan qisqagina kadr qilsak. Bo'ldi. Xo'p, akalarga aytaman, Jizzaxlik akalar xudo xolasa, Alisher akam zo'r uslubga qo'yishgan ekan. Siz bolalaringiz bog'chaga bermoqsiz, uyingizdan borib, bog'chaga olib kelishadi. Bog'cha vaqti kelganda uyingizga olib borib berish. Hammasi tekin o'zidan hisob degan. Bu yaxshi imkoniyat deb o'ylayman, xudo xolasa. Nimaga bunaqa qilgansiz Alisher aka? Sabab? Endi bonusda bu. Bonus. Bonus. Mijoz tortish uchun. Biz buni sol polik berib tortganda siz ham bonus berib tortyapsiz-da. Qandaydir o'ziga anaqa bo'lish kerak-ku. Bir nima desam ekan. Boshqa bir qulayligi bo'lish kerak-ku. Ya'ni insonlar manfaatdor bo'lish kerak, manfaat topish kerak. 10 ta bog'cha bo'lsa-yu, bittasiga qulay tomoni bo'lish kerak, o'ziga yarasha. Siz ana shu qulayliklar qilib bergansiz. Xo'p, Alisher aka mana sizni bolalarni olib ketadi, olib keladi. Bu nimaga? Xalqimizga foydali. Misol, ishli odam bo'lish mumkin, 8 dan ishga ketish kerak. Bog'chaga o'tgani vaqti bo'lmasligi mumkin. Ishonchli, yaxshi bo'lgani uchun sizlar tanlashadi. Mana shu tomondan ajratib turar ekan. Tem bo'lib bepul. Misol, bog'chaga o'zlarining bolalarini tashib ketsa ham, o'shalar bilan bir xil to'lov qilishadi yoki bular olib kelib, olib borib tashlasa ham o'sha bir boshqalar bilan bir xil holatda to'lov qilishar ekan. Hech qanday plus minus yo'q, shundaymi? Yo'q. Hammasi o'sha bir xil. O'zini mashinasini olib kelsa ham o'sha pul, keyin olib borib tashlasa ham o'sha pul. Hech qanday uslubga qo'shmagansiz. Transport uslubi yo'q-da qisqasi. Xalqimiz duo qilishyapti shu bog'changizdan foydalanganlar. Hop, tarbiyachilar to'g'risida gaplashsak. Qanday tarbiyachilaringiz? Yo'altirishmaydimi? Ya, endi bundayda. Ha? Bog'chani tashqarisigacha men ishlayman. Ichkarisiga rahbar bor. Bolani ham o'zi oladi, tarbiyalaydi. Tarbiyachini ham o'zi ishlatadi. Bo'ldi, shunaqa kelishganmiz biz. Ichkarisiga aralashmayman. Xo'jalik ishiga men qilaman hammasini. Xuddi shunday. Ayollarning ishiga aralashmayman. Yo'q, bunday narsa. Ishimga aralashmaydi. Siz sal chetlashdi. Tarbiyachilar deganimda ko'p joylarda radiolar chiqib ketdiki, unaqa narsalar yo'qmi demoqchi bo'lgan maqsadda savol berdim. Bog'chada kamera bor. Ota-onalar ham bemalol kuzatib turaveradi. Babili bu odam hozir so'rab surishtiradigan qoldi-ku. Kameralar bor. Xudolar hammasi nazorat ostida deydi-ku. Hammasi yaxshimi? Rozimi misol obunachilar? Obunachi emas, mijozlar. Mijozlar. Biz ona obunachilar o'rganib qolibman-da. Qarang Alisher aka, mana Damas qilgansiz shu paytgacha rozi bo'lgan. Endi undan ham rozi bo'la xudo xolasa. Nimaga? Jakimich aka bu yana ham qulayroq, yana ham kattaroq imkoniyat, yana ham ko'proq imkoniyat degani xudo xolasa. Siz bog'changizga. Boshqa urovenda endi bu. Boshqa statusga chiqadi xudo xolasa. Bu mashina olib borganingizda ustiga qo'shilib qo'shilmayapmi? Yo'q. Bir xil ketadimi? Yana plus bepul. Oyligimiz bor, shuni to'layveramiz-da. Xudo xolasa aka, xayrli barakali qilsin. Bog'changiz bundan ham rivojlansin, bundan ham kengaytiring. Birinchi filial emas, ikkinchi, uchinchi filiallar ochib, Jizzaxda kengroq, nima desam ekan, biznesni kengaytirish tarafdorimiz. Sog' bo'ling. Biz tanlaganingizda xursandmiz avvalambor. Javohir xizmati yaxshimi? Menejerlar xizmati rozimisiz? Rozimiz. Mashina topshirish jarayonlari, xizmat qilishlar qanday bo'ldi aka? Aytganimizdek mashinani olib kelib berdi. Shunaqa olib kelib berdim. Tanlab 1 soat, yarim soat vaqt ketsa ham, ishi boshqa ishni tashlab borib olib keldi biz uchun. Aytgandek qilib. Rozimiz. Tashkent Motorsdan. Tashkent Motorsdan. Xudo xolasa mana o'zimizda Jakimich qoramiz turibdi, lekin biz addini mana boshqa yangi zavoddan, ta'mirdan yangi uzilganda xudo xolasa olib kelib berdi akamiz. 2026-yil yana. 26 yil bo'ldi. Xudo xolasa xayrli barakali qilsin. Taydan Shomilot yursin aka, biz biznesga rivoj tilaymiz. Biz tanlaganingizga yana bir bor rahmat aytamiz. Sog' bo'ling, yaxshi kunlar nasib qilsin.
Qo'lini xolis solib beramiz aka, xohlasa shuni olib ketsangiz bo'laveradi aka. Farqi yo'q, Tanlov sizda. farqi yo'q. Agar solib bersangiz, sira solib beramiz aka. Chiroyli qilib. Xohlasangiz o'zingiz bitta nima qilib, chotka uyda solamansiz, u ham bo'laveradi. Aqlinglar ham bor-da. Sog' bo'lasizlar aka. Sizlar ham xudo xolasa yaxshilatib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlarga Jakim to'la nasib qilsin inshaalloh. Hammalarini Tashkent Motorsa avtosalonda kutib qolamiz. Videolaringiz yoqqayotgan bo'lsa, kommentariyga o'z fikringizni qoldirishlarini so'rab qolamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.